Qizim, dadangga nima dey? Bilmadim. Nima deganing bu? Yo'q, ha, yo'q. Xo'p. Tushunmadim. Ichimni qizitma. Gapira qolsang-chi. Sizlarni rozi qilish uchun har narsaga tayyorman. Roziman, oyi. Demak, u yigit senga yoqmabdi-da. Xo'p. Nima desang shu? Voy, ayyor-ey. Hamma narsani o'zingdan soqit qilmoqchi bo'lyapsan-da, a? Shu vaqtgacha ota-onamga ishonib yomonlik ko'rmagan. Nimaga endi ishonmasligim kerak?